Domla yurak siqilishi nimadan? O'zidan o'zi siqilyapti har doim deyaptilar. O'sha tasavvufda dog'it va bast degan tushunchalar bor. Dog'it o'zidan o'zi yurakni siqilishi. Buni Alloh taolo tomonidan tashlanayotgan ilqo deyiladi. Ilqo degani bir narsani Alloh taolo imtihon qilib tashlaydi. Xuddiki qarmoq tashlaganni singari. Yuragingiz siqilgan paytida demak Alloh taolo sizni imtihon qilyapti. O'shanda Allohni zikr qilsangiz, halol ishlarga, xayriyalarga, savob ishlarga agar yo'nalsangiz, bu imtihondan sizga katta ajrlar beriladi. Keyin bast degan holat ham keladi. O'zidan o'zi xursand bo'laverasiz. O'zidan o'zi yuragingiz kengayib olgan, nafasingiz maza qilib, hamma narsa ko'zingizga chiroyli ko'rinish boshlaydi. Bu ham ilqo. Bu ham Alloh taolo tomonidan tashlanadigan imtihon. Unda ham siz o'sha ibodatga, zikrga, shukurga harakat qilishingiz kerak. Alloh taolo bandasini o'zini eslashini xohlaganida unga dog'it va bast holatlarini tashab turadi. Alloh o'zini eslatmoqchi sizga. Demak, Alloh taoloni bir muhabbatiga sazovorsiz. Alloh taolo sizni yaxshi ko'radiki, qalbingizni siqyapti, qalbingizga bir dard, g'am tashayapti. Unda tushkunlikka tushmang. Zikrga ko'proq ibodatlarga mashg'ul bo'ling, shunda yaxshi bo'ladi.